Assalomu alaykum, professor Abdumajid Madrahimov kanali muxlislari. Sizlar bilan oxirgi marta uchrashganimga ancha vaqt bo'ldi. Bu paytda ancha voqealar bo'lib o'tdi. Xususan, bu yil Mirzo Ulug'bek tavalludini tavalludi Toshkentda juda tantanali o'tdi. Bu tadbir munosabati bilan O'zbekiston Fanlar akademiyasini turli ilmiy jamoatchilik vakillari, Fan va ta'lim vazirligi mas'ul xodimlari, yoshlar ertalabdan Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek haykali atrofiga yig'ilishdi va mas'ul idoralardan ertalabdan haykal poyiga juda chiroyli gulchambarlar qo'yildi. Bu odamni juda quvontiradi, chunki Hazrat Alisher Navoiy tug'ilgan kunni adiblar, o'quvchilar keng nishonlaydi. Zahiriddin Muhammad Boburniki Andijonda nishonlanadi. Mana Mirzo Ulug'bek tavalludini endi Toshkentda, Samarqandda ham nishonlangan bo'lsa kerak, lekin bundan bir necha oy muqaddam shu yili Samarqandda Mirzo Ulug'bek ilmiy merosini o'rganish bo'yicha juda nufuzli xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Bu ham odamni juda quvontiradi, chunki Mirzo Ulug'bek bitta bizni tariximizda emas, jahon tarixida misli ko'rilmagan siymo, ham yirik olim, falakiyotshunos, tarixchi, musiqa, she'riyat bilimdoni va podshoh. Ilm fanga juda katta e'tibor bergan. Ilmni faqat erkaklar emas, ilmni olish erkak ayol musulmonlarga farz degan tabarruk so'zlarni Buxorodagi madrasa peshtoqiga yozdirgan. Endi Amir Temur Oqsaroyga agar bizni qudratimizga ishonmasangiz, biz qurdirgan imoratlarga boqing degandek, Mirzo Ulug'bek ilm fanga juda katta e'tibor berdi. 3 ta madrasa, xonaqoh, boshqa juda ko'plab binolar qurdirdi. Darhaqiqat Amir Temurdan keyin buyuk bunyodkorlik ishlarini qildi. Uni otasi Shohruh Mirzo, onasi Gavharshod begim ham bunyodkorlikka e'tibor berishdi, lekin Mirzo Ulug'bek Movarannahrda Amir Temurdan davrida boshlangan imoratlarni oxiriga yetkazdi, boshqa imoratlarni qurdi va xorijiy olimlarning fikricha Mirzo Ulug'bek davrida Samarqand Buyuk Ipak yo'lidagi Silikon voqeasi, ya'ni hammani o'ziga jalb qiladigan markazga aylandi. Chunki bu yerda ilm fan o'rganaman deganlar hammasi yig'ilgan edi. Yirik olimlar Qozizoda Rumiy, Jamshid Koshiy, Ali qo'shchilar Mirzo Ulug'bek bilan birga faoliyat ko'rsatdi. Bu yerda qadimgi Xovarnak qasriga o'xshagan buyuk rasotxona binosi qurilgan edi. Boshqa binolar. Umuman Mirzo Ulug'bek O'zbekistonning brendi bo'ladigan ham olim, ham podshoh. Bu yilgi tadbirda O'zbekiston Fanlar akademiyasining prezidenti, O'zbekiston qahramoni qatnashib, Mirzo Ulug'bek nomi yulduzlarga qo'yilgani, oyga qo'yilgani, butun jahon tomonidan tan olinganini aytdi. O'sha biz ko'proq Yevropa olimlari Mirzo Ulug'bekni juda ulug'lashini bilardik. Oxirgi Samarqanddagi ilmiy anjumanda Sharq olimlari, Xitoylik, Koreyadagilar ham bu yerda amalga oshirilgan observatoriy, ilmi nujumdagi tajribalar va Mirzo Ulug'bek merosini
qiyoslash bo'yicha o'zini fikr mulohazalarini bildirdi. Endi man biroz o'ksinib yurardim, chunki Mirzo Ulug'bekni tug'ilgan kuni Navro'zi soyasida qolib ketdida. Endi Navro'zni xalqimiz sog'inganda mustaqillikdan keyin yaxshi nishonlayapmiz. Bu yaxshi o'sha, lekin Navro'z kuni ertasiga tug'ilgan Mirzo Ulug'bek Amir Temur xonadonini buyuk vakili bo'ldi. Bobosini ulug' ishlarini davom ettirdi va bizga juda boy meros qoldirdi. Umuman Mirzo Ulug'bek nomini nabiralarim biriga berganman. Bundan juda xursandman. Chunki Mirzo Ulug'bek Temuriy shahzodalari ichida bunyodkorligi bilan, ilmni chuqur o'zlashtirgani bilan, homiyligi bilan hammaga o'rnak bo'ladigan buyuk shaxs. E'tiborlar uchun rahmat. Kim ko'rsatuvga like bosib obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lsa minnatdor bo'laman. Salomat bo'linglar.